هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 23-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu go'zal oy boshlab güzel ay kirgandan buyon Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem yo'lboshchimiz, ko'zimizning nuri bo'lgan Peygamberimizning ana shu güzel, bir-biridan güzel bu axloqini, fazilatini hayotimizga o'zlashtirish uchun başlagan programımız her günü şu saatlerde ekranlarda bulup kelyapti. Rabbim inşallah bu derslerimizden faydalanıp özümüzge bir özgertiş güzelliğe müminlerden buluşunu tüvençlik bilen sorayımız. Biz tününkü programımızda her bölümünde malum boğandaki ayrım bir mazmunu toxtulup kelyaptkan ama tününkü programımızda başlatkan Resulullah ve fitne degan mavzuluk programımız biraz uzun bo'lganligi uchun hem hayatımızda davamlı tariximizden buyon tarixdan buyon musulmonlarning davrida her xil bu fitne işleri her xil sohalarda chiqib turadigan doirasi bir qadar keng bo'lgan bir mazmun bo'lganligi uchun tugatamagandik. Bugun inshaalloh shuning davomlashtiramiz. Programımızın daimlik mehmoni hammalar tanışık bo'lgan da'vatchi ustoz Şarq Türkistan Ölümalar Birligi a'zosi hurmatlik Habibullah Ko'saning taklif qilib qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilganligi uchun albatta ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Alloh razı bo'lsin. Programımız naq maydondan taqdirlayotdi. Ekran oldiga chiqib turgan numurlar orqali savollarni so'rasanglar, yozsanglar bo'ldi inshaalloh oldimizgi programda javob berishtirishimiz. Shunday ko'plagan qarindoshlarimizning programmadan foydalanishi, manfaatlanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Hoş bir vasıta kirsek ustaz. Resulullah ve fitne de tünügün biraz fitnenin nemi ekanligini Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin fitnege qandaq muamele qilganligini tushundirib o'tgan bo'ldik. Endi biz bugun munofiqlarninki yoki har qanday bir jamiyatga shu mayli bilib chiqasin bu fitne yoki qasdlik bilan shu musulmonlar o'tirsiga, jamoat o'tirsiga bölünüş keltirip çıkarış için bu fitne sebep buluvatkan şundan çıkarılan kişilerinki şunu çıkarıştaki nişanı nime edip bunu müşahede başlayıp kırsak yani. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Allah subhanahu wa ta'ala memizninki taat ibadetlerini kabul kılsın. Hem de bu fitne meselesi digendek bek murakkab, bek muhim meselelerden birisi. Şunun için bunu bugün sözleyelim dep kaldık. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu fitnege qanday muamele qildi degan chaqda birinchisi hammamiz bilib olgan ish ash fitne taz avjga chiqqanda o'zimizni tutib olish dedik. Peygamber sallam o'zini tutib oldi. Men sizlarga deyim. Rasululloh mash fitne chiqqan vaqtida Madinadagi bir davlatning raisidi. Muntazam qo'shini bordi. Hatta Sa'd ibn Muaz dedi, ya Resulullah kimga o kallasını alaylı dedi. Resulullah şu yerde alay kallasını berilip çapıplam aladı. Üzün tutuvam mı Peygamber Aleyhisselam? Minin ayağımı yakın kalsın te deplam. Bir devletin reis süpütü olalım. Bir yer düşürüp kallasını asa aladı, kallasını amadaşına. Demiş kıldı, üzün tutuvaldı. Bu birinci en müşpiştin çıkan çağda üzümüzün tutuveliş. Gap qilmoqchi olsak şu gapni kechiktirish. Agar şu fitne qarta bir harakat qilmoqchi olsak harakatni kechiktirish. Faqat oldirmaslik. Bu bir bo'ldi. Ikkinchisi ondan keyin mush fitnaga taqobil turishda shu tajribasi va fitnaga aloqador fitnani yiltizdan biladigan shuning munosabatli shaxslardan bir maslahat gruppasi qurish. Uchinchisi maslahat gruppasining maslahatini elish. Ya'ni maslahat grup menga maslahatlarni elish. Muşu anandan keyin mush fitnening tigtakdan surishti qilish. Ras yolg'onligini surishti qilish. Bu 4-nokta bo'ldi. 5-incisi
shuni bilib qolaylikki, fitnadan fitna tug'iladi. Fitna tug'di bu aniq gap. Shuning uchun har jihatdan nihoyat aqlliq, tamkinlik, sug'aqqanlik bilan masalani betaraf qilish. Uningdan boshqa mush fitna qandayada avjaldi, qandayada avjanmaydi, buni bilish uchun mush jamiyatning pishib bitilishi, jamiyat a'zolarining pishib bitilishi fitnaga qarta bu bek muhim. Shu qatorda mana Ayyub oilasining fitnaga qarta qandaq pozitsiya tutganligini nihoyat bek ta'kidladim men. Masalan, Ayyub radhiyallohu anhu ayoliga nima dedi? Ayoli Ayyub, ama manda ish yopdi, angdingmi degan vaqtida, "Hey, sen Oyshaning o'rnida bo'lsan, qilamsan degan, qilmaydim degan ekan, Oysha sendan yaxshi, shuning uchun qilmaydi bu ishni" deblam, og'zini shunda chiroyli attamdi. Bu masala. Anandan keyin Sa'd ibn Muaz bilan Ubad ibn Sa'd o'tirsdiki, ikki qabila o'tirsdiki, datalashni qanday payg'ambar sallam betaraf qildi degan chaqda, ani bidam an uyga mehmondoshlik qilib, mana bidam uning mehmondoshlik buni betaraf qildi. Safvan ibn Muattal bilan Hassan ibn Sabit o'tirsdiki, qonliq vaqani ikkilisi rozi bo'lgan shaklda buni betaraf qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Mistah ikki tuqqanning o'tirsida pishni pasadi buni qanday betaraf qildi? Buni mushni yaxshi bilib, mush pishniga mushunda qanday taqobil turishni bilib olish nihoyat bizningki muhim vazifalarimizdan biri. Hamda bu pishni chiqarishdagi maqsad nima? Bu pishni bekor chiqmaydi-ku. Bu pishna ajoyib bir o'tkir qurol. Ya'ni kofirlar mushu islomga, musulmonlarga qarshi turib qolgan naq maydonda qilishlar bilan, urushlar bilan turib qolgan, ya'ni qoplanmay, tankilanmay, ma pishni Qur'onni ish qilgan. Bu pishni degandan ki, mushu bo'libmi Xitoy maniga ajoyib ustami. Bu munofiqlarningki eng birinchi numaralı quroli bu pishni degandan ki. Shuning uchun bu pishni maqsad nima desa, buning maqsadlari nihoyat ko'p. Buni bir necha nuqtaga ixchamlash qildi. Birinchisi pishning maqsadi shu shaxsningki yuz obro'yini to'kish. Ya'ni bu Oysha onamiz to'g'riliq qilingan fitna birinchi bo'lib Payg'ambar alayhisolamningki obro'yini agash kuchininki nazarda obro'yini tushirish. Xo'sh. Ya'ni mana bu kofirlarning birinchi numurliq fitna chiqarishdagi maqsadi shu. Hozir ham qarab baqsaq, bizning ichimizda zada bir odam manda bismillah deb bosh ko'tarib qo'yguncha munofiqlar tushdan chiqib fitna taqtidi. Xo'sh. Endi bu taqtish munofiqning vazifasi. Men bu fitna taqatga munofiq bilan ancha avrab o'ltirmayman. Chunki u o'zining vazifasini qiladi. Xo'sh. Ma fitna chiqqandan keyin biz musulmonlar bilan qanday muomala qilish, bu fitnaga bizning qalbimizdan urin bermaslik va qarshi turishda bu bizning vazifamiz. Shuni men abiya bir narsani deb o'tdik. Darsining 5ida tunugun fitnaning ma'nosi Uyg'urchada imtihon degan bo'ldi edi. Xo'sh. Bu fitna bo'ladi, buni to'sib qolg'ili bo'lmaydi, insonlar bo'ladi ekan bo'ladi. Shuning uchun bu fitna tugsin, fitna bo'lmasin degan quruq gap bu. Eng ulug' quruq gap bu. Bu fitna bo'lmasa fitna qilmanglar degan gap eng ulug' quruq shuarning birisi. Fitna bo'ladi. Lekin fitnaga qanday taqobil turish va mushu fitnada qanday salomatlik ketish. Masalan, men sizga bir narsa, bu fitna bo'lgandan keyin bizga besim paydo bo'ladi, bo'lmamdi? Evet. Besim paydo bo'ladi. Men sizga bir misol keltiray. Bir olmani akilib, taz siqsila, olma suvi chiqadi shundaymi? Olmani siqsila, olma suvi chiqa. Texim siqsila nima chiqadi? Yana olma suvi chiqa. Texim siqsila nima chiqadi? Yana olma suvi chiqadi. Chunki u olma bo'lganlikdan. Ma besim bizning ichimizdan nima bo'lsa shuni chiqardi. Ma bakmoyimjimi? Normal ahvoldamiz, maşallah, qaraji, maşallah, voy paloni, doktor, tarani professorimiz. Ma fitna bizni siqib, ichimizdan nima bo'lsa shuni chiqarish uchun hammamiz uchun imtihon bu. Bak muhim imtihon. Ana birinchisi dedik, mushu fitnaga qanday inkas qaytarish masalasi hamadan bakmayman. Shuning uchun dedik o'zini tutalish u bo'ladi. Birinchisi shu kishining inovatini, obro'yini shu kishiningki agash kuchlar nazarda tushirish. Ikkinchisi bo'lsa shu kishining sharafini gumonliq temaga aylantirish. Ana insonlar bir odamni cho'ng ko'rsa yoki bir siyosiyon yoki bir diniy olim yoki bir fanniy olim, kishilar uni bir yaxshi ko'rib, hurmatlaganki ishinda
dal kishilarning nazarida mush ishonchini yo'qotib etish. Bu eng cho'ng musibat. Chunki sening ishonching yo'qolgandan keyin u kishi senga nisbatan undaq bir cho'ng, ya'ni seninki bir nazaringda undaq bir cho'ng shaxs bo'lolmaydi. Qo'mondan bo'lolmaydi, sening boshliqing bo'lolmaydi, sening diniy oliming bo'lolmaydi, sening yo'lboshching bo'lolmaydi. Shuning uchun ashna uninki ishonchiga nisbatan tushirib o'tish. Uchinchisi bo'lsa, ash odamningki tuhmat qilingan odamningki fikrini yo'q qilish. Maqsad shu. Nima uchun tuhmat qildi? U chuqur bir fikriga hech qanday tuhmat qilmaydi odam normal odamlardir. Eng tuhmatga yaqin odamlar shu o'ttirdi ba, ish qilayotgan odamlar. Xo'sh. Chunki bizning Uyg'urchada jugamasang yiqilmaysa, yamashmasang dumlab tushmaysa degan gap emasmi? Masalan, pishni chiqqan odamlar balki amaliyotda u chuqur bir o'ttirdi ba odamlar keyin asosli hamda to'g'ri boshqa odamlar keyin chiqishi asosli fitna o'ttirdi ba cho'ng olimlarimizning xizmat qilgan chiqdi. Anda bo'lgandan keyin bular pishni chiqqanlar shu odamning asli u odamning o'zini yo'q qilish emas, u odamning fikrini yo'q qilish. Chunki boshdan keldi, oldin u odamning bo'lgan ishonchini yo'qtidi, u odamning obro'yini to'kidi. Asosiy maqsad nima esa, ash odam olib kelgan fikrdan qo'rqqan munofiqlarning qilgan ishamiz. To'rtinchisi undan keyin odamning axloqida masala bor deb, ya'ni u odamning istilida masala bor, u odamning ideyasida masala bor, orqa ko'rinishida masala bor deb, ya'ni ash odamni bir gumonliq nuqtaga kelib qo'yish. Beshinchisi bo'lsa, musulmonlarning ichida bir davolg'osh, fitna fasod bir paydo qilish, davolg'osh paydo qilish, tavrinish paydo qilish. Tavrinish paydo bo'lgandan keyin asosliq dushmanni until qilib ishki nizoga tushib ketamiz. Asosli maqsad ishki nizo paydo qilib musulmonlar ichida bir tavrnishni qilish. Oltinchisi musulmonlarni o'zaro urush qilish. O'zaro bir-biriga dushmanlik paydo qilish, o'zaro musulmonlarning bir-biriga adovat paydo qilish. Ya'ni taxminan shu 6 nuqtaga ixchamlashib bo'ladi. Shuning uchun mushning hammasi hozir bizda bu o'taliq. Tamam. Birinchisidan obro'yini tushunishdik. Voy Rabixon, voy nima Dolqinaysa, voy Hidoyatlojim, voy paloni doktor, paloni damullam deb oldi bilan shu buni kim qildi desa, echinish xeyri. Munofiqlar paydo qilib qo'ydi, musulmonlar buni qabul qildi. Shunga iz talaqqawnahu bi alsinatikum deb. Ay dan chuqganda pokut chuqib elib olsalar deb oyat ashla tasvirlaydi-ku. Iz talaqqawnahu bi alsinatikum. Talaqqa degan bunda bir qush danni tokkud chuqib olsa shuni talaqqa deydi. Sizlar asha pishni basatni undaqmi chuqib tilingni olsalar deydi. Chuqib eplan va taquluna bi askin tilingni deysizlar deydi. Mashu musibat. Men dedim, pishtni xori bilan mening chatqim yo'q. Ammo mash pishtnini tarqitishga hamkorlashgan, shu pishtni qarishtirmagan, shu pishtnini ahudab turib bergan men mushu chataq. Chunki munofiq pishtni tarqitish uning vazifasi. U mashalloh. Uni haqlab pul berib, mani qildab beradi. U vazifasini yapadi. Uning boradigan joyi jahannam. Lekin gap mash musulmonlar o'zimizda-chu. Biri mushu cho'nglarimizning haqida pishni pasat chiqsa qo'g'dimaymiz. Hijib qo'yib, qarab qo'yib, voy, ma'qulni deb qo'yamiz. Unda emas. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar. Yomonlikdan tussa deydi. Musulmonning vazifasi yaxshilikni buyurish va yomonlikdan tusish. Bizda yaxshilikni buyurish va yomonlikdan tusish yo'q. Shuning uchun mushu mening ta'kidlay g'ayrim mushu. Hozir masalan obro'yini tushirish. Ikkinchisi uning inovatini to'kish. Obro'yini inovatini to'kish, uni bir gumonliq shaxsga aylantirib qo'yish. Agarda birining qo'lida haqiqatan mushu kimning bo'lsa, ashuningki rasmiy ashundaq chataq ekanligiga dalil faktlar bo'lsa, u chuqur qilishimiz kerak u. Uni o'tirib qo'yish kerak. Uni bo'lsa, u andiki adolat bo'yicha mangdi. Adliya bo'yicha mangdi. Uni oldi bilan ash faktni rasmiy isbotlaymiz. Tamam? Undan keyin u kishining o'zini oqlash haqqi bor. Oqlash fursati beramiz. Shunday emasmi? Bu shariatning qoidasi. Undan keyin buni rasmiy bunda bir bizning hozir sud mahkamamiz bo'lmasa, jamiyat arboblari, Sharq Turkiston ulamolar birligi yoki mushunda o'ttir qurib, uni rasmiy bir nim qilish kerak. Ya bo'lmasa bizning istixborot tashkilotlarimiz bo'lish kerak. Xo'sh. Istixborot tashkilotlarimiz bo'lish kerak. Istixborot tashkilotlari bo'lgancha istixborot tashkiloti faqat uni qarlab, uni nimaga berdi, mahkamaga berdi. Bunda qilish kerak.
Biz o'tganda dedik, qanaqa 1000 to'rdan tushib qolsa, 99 to'rdan tushib qolsin, birisi xato jazolanmasin, bu islomning shuari. Ma kommunistning shuari 99 jazolansin, ammo birisi xato jazolansin, birisi to'rdan tushib qolmasin deydi. Biz islomda deymiz, 99 to'rdan tushib qolsa mayli, ammo birisi xato jazolanmasin deymiz. Chunki darajada zulmga qarshi. Zulmga qarshi. Agar sen birisini jinoyatchi desan, masalan payg'ambar alayhisolamning hayotida nurg'un narsani ko'ra olamiz. Mush urushda, hozir biz Oyshanimizningki vaqaligini shu vaqalikda bir musulmonning jasadi yahudilarning quduqining ichida topildi. Mana shu tunongi darsda bir so'zliq ya. Tunongi darsda Bani Mustalah g'azoti dedik-ku. Shu g'azotda bir musulmonning jasadi kafirlarning quduqida topildi. U aniqlam kafirlarni o'ltirgani, lekin moddiy isbotlagan ekan payg'ambar alayhisalom o'lguchiga Rasululloh o'zi diyat haqqini berib rozi qilib tugdi. Bütün kontekstlar, ya'ni bütün alomatlar uning o'ltirganligini isbotlaydi. Lekin naq dalil yo'q. O'g'irni tutsang mayli bilan. Naq dalil yo'q. Shu payg'ambar alayhisalom shuda o'zi yuz tugini shu musulmonlarningki xazinasini yuz tugizib berib shu musulmonlarni rozi qildi. Demak, shu aniq pakt bo'lsa, buni cho'qim jazoga tortib, buni oshkorlash bizning vazifamiz. Ammo haliqi tititeng mete epqashli gaplar bilan yo gumon bilan mandaq qaraganda mandaq turdi deb o'siningki safsatan oqmaydi. Xo'sh. Shu demoqchi bo'lmiz. Endi dedi-ku, musulmon bularning maqsadi musulmonlar ichida tavrinish paydo qilish. O'ylab baqsa, endi birisi chiqib adam, mash adam deb uni kayindan bir muncha gap topatgan ekan, musulmonlarda umidsizlik. Bizden adam çıkmamdı. Onda emas. Yani mesela biz ikinci bir ders sözlesek, sahabelerinin hatalığı deb sözlesek, ay sahabelerinin nurun hatalığı olgan. Şunun Kur'an-ı Kerim'de radiyallahu anhum ve radiyan, Allah ulardan razı oldu, ular Allah'dan razı oldu. Şuna ama bu hatalaşmaydigan insan yok. Ben devamlıq deyim, 61'sini yaxşı bolsa, 40'sinin gözümüzün jumuplam yaxşı adam deb bunu asmanda uçursak bulayverdi onu. Siyasi yollarımız ne? Oylab, bo'lmasa boshqa men nurg'un axunim bilan yashab baxtim qarsa. Cho'ng. Balkim aspas siyosilar yashayapmiz. Uni lopaylarni qo'yib hamma yerga qarasasizlar hech kim yaramaydi. Biz mukammallikni, takomillikni o'zimizga talab qilamiz. Boshqalardan undan mukammallik, takomillikni o'lcham qo'yib olsak bo'lmaydi. Bu shariatning ro'yi bu emas. O'zimiz qattiq ibodat qilishga, o'zimiz qattiq shariatning chinligini tutishga o'zimiz mukallaf. Başkalarının şeriatının yengiliğini gösterip, en asarini gösterip biz ölümlerden vazifesi. Ama tesirini kılış bizdenki üzümüzden işi bu. Hoş. Bu din, biz düşünen din bu. Şununla şu başkalarının, münafıklarının maksidi, Müslümanların içinde tavriniş, bu dilgul kılış, guman peyda kılış, bo'lgandan keyin buni biz hadab tushiblam shunda bir tuhmat chiqsa, yo dunyoda adam qolmabdi, yo bizni saqir. Shu Uyg'ur deganning hammasi shu masala shu. Mana shu fitnaning qurboni aylangan nihoyat arzon baholiq qurbonliklar. Evet. Shuning uchun bir qarab baqsak, bir odam 20 yil, 30 yil shu millat uchun, islom uchun xizmat qilsa, bir kapkidan birisiga to'rda bir narsa taqib qo'ysa, ash odamni bedamdilam, o'ydaplam, ash odam gumon bilan qaraydigan, ey to'ptura. Bu gapni taqib tutgan kim o? Bu gap rasyallıqlik nima? Andan keyin men dedim, bir odamning tuhmat qilsa, o odamning o'zini qo'g'dash haqqi bor. Andan keyin biz dedik, kelgan xabarning manbasini surish qilamiz dedik. Bu muhim ya. Maqsadlari shu ham asosiyatdan. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda undan olsa biz musulmonlar bo'lish, putimiz bilan musulmonlar fitna chiqqanda shu qilishga tegishli vazifamiz nima? Bunu biraz açsak. Ben dedim, inşallah bu bak yaxshi gap bo'ldi, zaten fitna bo'ldi, endi biz uning vaziyatimiz nima deb. Biri, hammamiz yine Rasulullohning yo'lini tutishimiz kerak. Birinchisi, shu fitna bo'lgan vaqtida tavrinib qolmaslik. Nurg'adam dedi-ku, tavrinib qoldi. Tavrinib qolmaslik, anandan keyin nihoyat muloyim, sovuqqonlik bilan muomala qilish. Biz o'xshash bitdilar, voy maşallah deb xolis taqdi buni, voy ondinma, voy o'xsham onda bo'pti-ki, voy manda bo'pti-ki, buni al fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadha dedi. Fitna degan mana uxlab qolgan fitnani o'yg'atgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedi.
Biz 10 yıl, 15 yıllıkını so'rab, da fitnaninki avjilishga, bo'lib hozirgidek telefon, sosyal aloqa vositalari hammamizda bor. Shuning uchun bu fitnaning darsi, fitna qanday muomala qilish, mana fitnaga nima qilish hamma odam eng bizda fitnaga muomala qilish madaniyati bo'lish kerak. Shu madaniyatning birisi Rasululloh qanday muomala qildi? So'qoq qaloqlarni o'zini tutib olib, haqlar bilan tang, nadi yuqori ovoz chiqib, shu yerga berib, voy anda qo'y deb zot o'zini qahramon, o'zini pok ko'z tutib, voy deb unda o't quyruqlik qilmay, birinchisi bizning majburiyatimiz shu o'zini tutib olish, aldirmaslik, nayt tamkinlik bilan muomala qilish. Yana o'sha bir narsa qo'shay. Ham bizalqa masalan qarshi taraf rasmiy bir dushmanning odami yoki musulmonlarning o'tirisiga bir nimani qilib fitna chiqarib bo'lgunchilik salay degan niyatda bo'lmasmi? Bizalqa tamoman bir xil fikr shuni kirgizishga tirishayotgan kichigimizdan tortib shuning bilan cho'ng bo'lgan bir Xitoyninki besimini cho'ng bo'lgan biz millat. Masalan, erkin dunyoga chiqqandan keyin bu bizning so'zlayotgan fikrimizga qarshi bir fikrni muxolif bir tushunchani o'tirib qo'ysimi, mushuni fitna deb qaraydigan ashvada bizda. Bir qarshingdagi odam sizning fikringni sana haqorat qilmasdan, masalan, Turkiyada bor masalan, muxolif ko'rishi, qarash, ko'z qarash. U o'zininki to'g'ri deb qarayotgan bir fikrni yoki yozma shaklda bo'lsin, yoki ovozli videolik shaklda bo'lsin, o'ttirga qo'yib chiqqan bo'lsa, darhol uningga bu fitnachi, uchi, buchi deb bo'ktan chaplamasdan, bizda mana Turkiyadagi o'xshash ikki odam hammasini bir-birini sayin deb turib, hurmatli deb turib, o'zining fikrini o'ttirib qo'yardi. Men sizning fikringizga, bu fikringizga qarshi, chunki qarshi bo'lishimning sababi shu. Umma qarshi tarafdagi o'zininki bir-birini mudofaa qilib, munozirlashadigan bir axloq bizda, biz millatda tepilishi kerak. Eng muhim narsa deb qarayman degan. To'g'ri. Qarshi fikrdagi har qanday bir fikr o'tirib qo'yilsa, yoki bir jamoatga yo bir narsaga biz bilamiz, lekin o'tirib chiqara olmaymiz emasmi? Shu hozir men nima qalamiki? Nima ish qilsa, eng chataq yeri men sizlarga abiyat dedim. Shu xalqning pishib yetilishi bak muhimchu. Nurg'un odamlar va xalqchilik psixikasida bir psixika bor. Umumiy xalqchilik psixisi degan gap, nurg'un xalqlarimiz bu narsani bilmaydi. İçinishqiri xalqimiz kitob o'qimaydi. Bo'libmi bizning xalqimiz siyosatdan, dunyoning har xil o'yinlaridan ijro qoldirilgan bir millat. To'g'ri, millatimiz aqlli, oqko'ngil millat. Lekin shu bir ko'milib qolgan, bir tor doirada yashab, majbur yashab o'rgangan millat bo'lgan ekan. Andiki bizning dinimizmi qarasa, jihnas o'zgarib ketganlikchu. Hozir men raskamni qilsam, nurg'un dinda bo'lgan narsamiz amaliyat din emas. Ben bilmem bunu. Oturup koyayla desek, bu umumiy Uyg'ur mu'min musulmon millatları to'lisima dihan tabiqastikilar. Ya'ni sapa jihatdan o'ttiral sapadagilar bak jiqsalliqni egallaydi bizga. Ular bak oqko'ngil, yaxshi musulmonlar. Ularga azaldan din mushu deb kelgan. Andikin jambaqda yog'an dindorchilikmi, ash xalqninki xalqchilik psixikasidan foydalanib ajnaqalıqı, dinni şu yerden paydalanıp kelgan. Biz ras haqni desak, voy ma andaqchi, mandaqchi dinni o'zgartib etdi, din andaq qilib, hujum uchraydi. Men hujum uchrashdan qo'rqmayman, lekin xalq ko'tarilmaydi. Xalq ko'tarilmaydi. Shuningga bu nurg'un, masalan, islomda mana turaqliq o'zgarmaydigan masalalar bor. Va davomli zamonning, makonning sharoit qilib o'zgarib turadigan masala bor. O'zgarib turadigan masala Qur'onning, islomning taxminan 90% ni egallaydi desak mubolag'a ketmaydi. Yani islomning zaman, makon, sharoit qarab o'zgaradigan qismi 90% dan yuqori. Qiyomatgacha davr suradigan qiyomatgacha hech bir davrda birisi o'yin topolmaydigan bir shariat bo'lishining o'zi buni ko'rsatadi yani. Yani elastiklik, davrga ko'ra sig'imchanlik, maslahchanlik kuchi shariat bu din asli. Şundan bular şu 100 yıl, 200, 300 yıl burun yazılgan bir mollamның, axunumның kitini tep basa, balani kitapı var, bana manda dedi deplam, nem qıldıgan gap. Qatmanlıq. Qatmanlıq. Şunu abiya biz dedik, şu xalqның pişip yetilişi bek muhim hem. Bumuz oylap baxslan. Şu diyalogda, Qur'onda acayip bir esl ayet var. Qul men yerzuqukum fis semawati vel ard. Qulillah ve inna ev iyyakum ala hudan ev fi dalalin mubin dedi. Ey Muhammed, sen ulardan
osmon zimindagi jonliqlarga kim rizq berdi desang, deyilsa, mersi o'qimishlarmi? Qul deb mashna desa, qulillah. Allah rizq berdi deb bo'lib, va ana aw iyyakum ala hudan aw dalalin mubin. Muhammad alayhisolamning to'g'riliqi 100%. Ashta e'tiqod qilamiz biz? Albatta. Qur'on haq, Alloh haq, jannat haq, do'zax haq, tirilgandan keyin o'lgandan keyin tirilib hisob berish haq. Buni gap ketmaydi-ku. Lekin suhbatda nima deydi? Suhbat qilgan chaqda, ya sening to'g'rilar, ya mening to'g'rilar degin deydi. Ya'ni 100% mening to'g'ri bo'lma deydi. Va inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin. Biz yoki sizlar chuqum ya to'g'rilik ikkining birisida ya chuqum biz haqning ustida yoki ozg'inlikning. Demak 100% mening to'g'ri davomimiz suhbat qilgan chaqda. Men mushunda bo'lsa suhbat qilsak, hozir shunda gap bo'lgandan keyin voy pishni topdi, voy yo'q gapni topdi. O da bu ayrim gap. Bu yerda pishninki dedik qo'y pishnaligi asosligi bizda hozir o'sha bir-birimiz qilayotgan tuhmat, yo'q yerdan gap tepish, bir-birimizdan yo'q ishlar bilan gumonlanish degandek ahvollarda atmiz. Bo'lmasa asl degan ayrim bu. U bir fikr erkinligi deymiz. Fikr erkinligi. Shunga bir olimning bir so'zi bor. Qaysi islom davlati, qaysi kufr davlati bo'ldi desa, islom davlati sen xohlagancha ibodat qila olsang va xohlagancha fikringni o'tirib qo'ya olsang, buni islom davlati deymiz degancha. Ya'ni qanday yerda ibodatni erkin qila olsang va xohlagan so'zing deya olsang, islom davlati degan mushu deb degan bir olim bor. Tamam? Ya'ni fikrni o'tirib qo'yish. Bu asli bizning fikr erkinligi, bu bilish kerak. Peygamber sallallahu aleyhi ya sizin to'g'ri, mening to'g'ri deganda, u mening to'g'ri deb deb boshqalarga tuhmat qilish. Yani bu boshqa buni kessak boshqa tema ketamiz. Sizning gaplar to'g'ri. Ya xalqimiz men buni nima o'tirib qo'ydim? Xalqimiz davomli mayli ijtimoiy uchurdimja ko'ramiz qo'y. Azroqli bir qarshi bir o'zining bir tushanchisini o'tirib qo'yib baqsam, uningga zarb berdigan inkas yozdiganlar birdamda fitna deb balqa qarshi taraf tikkan. İkincisi şu bizniki vazifemiz yine Resulullah'ın tutkan pozisiyonu şu kelgen şu fitnenin kelgen şu haberini şu biresem vay anda boptu mandak kemmiş anda qıptiken mandakken degende bir gaplar buldu ya şu haberinin tigitekten sürüştü kılış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela bir vakalikinde bir günse Livan televizyon stansını açsam danlık bir riyasetçi var. Şu riyasetçiden bir soru atıldı. Sen Müslüman buldun mu deb. Dese, "Yo'q, men Müslüman emas, men Hristiyan" degan. Bu sen davomli so'zlaringda oyatni dalil keltirsa, oyat o'qitgansan desa, "Hey, o'ylab baqa." Deb mush oyatni o'qidi. "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusfihu ala ma fa'altum." Shu oyatni o'qib, "Hey, deb baqa, dunyoda buningdan go'zal so'z bormi?" dedi. Livan'dan bek danlıq riyasetçisi. Ben bu şu hakikaten şu Arap dünyasındaki ben cik kanallarının danlıq kanal bazı şu riyasetçiler sildiğinde özü Hristiyan. Çünkü Arap dünyasının hamısı da Hristiyan var. Saudi hariç. Başka devletlerde nahiyet yetişken Hristiyanlarımız. Aşılarının programları karşı ben hayran kaldım. Ben hayran kaldım da aş sözlerge hadistin, ayetine aşın bundan suallar çıktı. Aş bazıları cevap verdi ki ben bir Arap, ben Hristiyan buluşum mümkün Arap. Ama ben bu lügatdan, bu tilden, bu Kur'an'ın fasahetinden, özünün programmasının jarayonida çıkan münasebetlik yapılan ayetlerden deydi. Ben programa kiriştim bunu görme çünkü bunun fasahatlik Arap tilinin içinde bir söz yoktu. Şu ayetni o'qib kelib, nima deydi ayet esa? Sizlarga bir odam bir fasiq xabarni olib kelsa deydi. Fatabayyanu chuqum buni bayon qilingan rost yolg'onligi. Emirsa fatasabbatu deb o'qigan Ibn Abbos raziyallohu. Ya'ni rost yolg'onligini isbotlanglar deydi. Bunda deganlik silning tripullariga bir uchur keldi. Tamam. Bu uchurni taqitishdan burun yoki shu uchurdagi bu o'tirib qo'yilgan masala hukm qilishdan burun bu uchurning manbasi nadan keldi? İşençilikmi, işençlik emasmi? Bu uchurni taqatgan adam rostchil odammi, yolg'onchi odammi? Bizning musulmonlarning uchur qabul qilish metodimiz bor.
Albatta. Nima? Shuningga o'limalarimiz mush oyatning uchurini aniqlanglar deb bo'lib, mush oyat tafsir qilib, bir uchur kelsa aniqlamay turib ishongan yoki aniqlamay turib taqatgan odam fasq bo'ldi degan. Hey, ashta bo'lsa, hozir netchilarimiz fasq bo'ldi hozir. Shun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kafa bil mar'i kizban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a dedi. Yalğançılıqda yetib aşıdığan yalğançılıq anlığanның kögənnin hamısını deb sözləb yürüş deydi. Doğru. Tamam. Şunun üçün bu şu xavani mesela Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Men haddese bi hadisin ve huve yara ennehu kezibun fehu ahadul kezzabin dedi. Bir adam bir gapning yolg'onligini sal his qilib turib, shunda bir yolg'on kadar bilib turib, shu gapni taqasa yoki shu gapni so'zlab yursa, o'tib ketgan yolg'on shu deydi. Shuning uchun biz shu bir darsim bor mening. So'z cho'chakdan xatar edi. Men shu darsning ko'rishini havola qilman, ikki qismda so'z cho'chakdan xatar edi. Bu bexatarlik. Chunki payg'ambar alayhisalom deydi: "Innalloha kariha lakumus salas." Allah sizlarga 3 narsani bek yomon ko'rdi dedi. Shuning ichida qilval qal, ushshaq so'zlar dedi. Tamam? Shu bu ushshaq so'zni yomon ko'rishimizda ushshaq so'zning chuqur manbasini so'rish qilib, rost yolg'onligini aramay turib, uningga ishonmaslik, taqatmaslik. Bu ikkinchisi. Majburiyatimiz. Üçüncüsü mushu fitna fasad bizning ustimizdan bo'lib qolsa, qattiq sabrchan bo'lishimiz kerak. Sabr qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom 35 kun ayoli haqida fitna fasad qilsa sabr qildi. Ya chiqib nimin tillamidi, fitna fasad qilgan odamni tillamidi, ya Oysha onamizni binasida, ya o'z bir qattiq sabrchanlik bilan, noyat so'qqanlik bilan masalani betaraf qildi. Hatto Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bir hadis bor. Innas sa'id liman junnibal fitan, innas sa'id liman junnibal fitan. İnne sa'id limen junnibal fitan ve limen ubtiliya fasabara fawahan deydi. Yani bunda degeni baxtli adam şu fitnadan jiroq bo'lgan adam deydi. Fitnadan eng baxtli fitnadan jiroq bo'lgan adam, baxtli adam fitnada 3 qatim deb bo'lib, ammo mash fitna bilan imtihon qilingan odamning eng yaxshisi sabrchan adam deydi. Shuning uchun mushunga qattiq sabr qilish. To'rtinchisi mushu fitna fasad avjag'an, fitna fasad ko'payib ketgan vaqtida mushu millat o'zining olim o'limalarga murojaat qilish. Nima ish qiladilar? Bir fitna yuz bergan chaqda olimlar oldidan ko'ralaydi deydi. Nadonlar fitna tugab bo'lgandan keyin ko'ralaydi deydi. Aslan davomli ekan. Ha. Chunki fitnaning natijasi chiqqandan keyin, masalan, nurg'u odamlar shundoq. Bir ish bo'lgan chaqda palvonlik qilib, voy o'z vaqtida men unda degandim, o'z vaqtida menda unda emas. Olimlar shuni burun ogohlantirdi. Menda bir ish va jamoatli diqqat qilgan, chunki olim ko'ralaydi buni. Shuni olimlar fitna yuz berishining oldida biladi. Jahillar fitna yuz berib, g'az o'dak bo'lgan anandan keyin biladi deydi. Shuning uchun buning birinchi qilgan ishimiz, qanday qilishimiz kerak? Olimlarga murojaat qilishimiz kerak. Xo'sh, endi shu bu olimlarning qanday o'limalarga murojaat qilish kerak deganda. Yani olimlar qanday o'limalarga murojaat kerak? Mencha hammamiz bilamiz, hamda olimlar biz Uyg'urchada bu olimlar degan uqummi? Toza Uyg'urlar o'qimaydi, o'qigani yoki ikki og'iz bizda kapishib qo'ygan odamni olim deydigan bir gap bor. Men shu bizni olim deb qolsa men xijil bo'laman. Men o'zimni olim demayman, olim emasman. Bu olim degan boshqa gapchi u. Endi olim degan vaqtida birinchisi bu olimning sifati nima bo'ldi desizlar? Birinchisi birla olimga murojaat qilmaymiz. Bir necha olim murojaat qilamiz. Ya bo'lmasa hozir dunyo yaxshi bir ish bo'ldi. Olimlar jamiyati, o'limalar bizning Sharq Turkiston o'limalar jamiyati deymiz-ku. Ashunda olimlarga murojaat qilish. Chunki ko'pning aqli ko'p bo'ladi. Xo'sh. Ko'pning aqli bir yerga kelsa, bu ajoyib bir yaxshi bo'ladi. Shuning uchun olimlar murojaat qilgan chaqda birinchisi bunday kollektiv, olimlar bir olimni qilib olgandan, bunday olimlar jamiyati, olimlar tashkil, bunday yerga borsa, bek yaxshi.
Nimish qalsa, birininki birisi o'ngshaydi, birisi bilmaganni birisi biladi. Ko'pning aqli ko'p degan gap bor. Xo'sh. Bu bir. Ikkinchisi undaq cho'ng olimlarni qashib berish kerak. Cho'ng olim deganimiz biri yesh cho'ng bo'lish kerak. Nimish qalsa, yosh cho'ng bo'lgan sari tajriba qo'lab keladi. Tajribali bo'ldi. Nimish qalsa, mushundaq qishlar 5 yil kelib nima. Ikkinchisi ilmijiq cho'ngroq olimlarni qashib berish kerak. Cho'ng deganimiz shu. Nimish qa degan chaqda amdaliqi bizda mollajiq hamda. Biz Uyg'urlarga ish kuch balasi olsa birini mollada o'qigan bir ish bo'lganlikdan, nihoyat mollajiq chiqadi, ammo mollajiq ammo bizda shuni men deyman-da. Bizda haqiqiy mendaq bir pishib yetilgan molla haqiqatan az. Buni millat bilish kerak. Ya'ni bizdik hozir ba mollalar millatning ehtiyojidan chiqishga kifoya qilmayotgan bir davrda yashayapmiz. Shuning uchun qanday qildik o'zlar? Biz Sharq Turkiston o'limalar birligini qurdik. Shuning uchun men Uyg'urlarga qilgan tavsiyam, to'g'ri, bu o'limalar birligi bir Uyg'ur millati, millat ojiz, islom dunyosi ojiz, islom dunyosida ma'arif ojiz. Ya'ni biz bo'libmi biz Uyg'urlarning o'limalarini Xitoy davomli o'ltirib, solab kelganlikdan biz ojiz. Sharqston o'limalar birligi ojiz. Shunda bo'lsa-mu, shu Uyg'ur xalqiga samimiy bo'lgan taklifim, bu Sharqston o'limalar birligini bir haqiqiy diniy organ deb e'tirof qilish va bularni atrofiga uyushib, bular bilan biz o'ziga bir yo'l boshchi qilish. Nimishqa desizlar? Mushu bizda ham hozir mush o'limalar birligida bir 80 dak a'zo bor. Bunun oldida yani 10 necha doktorlarimiz bor. Tamam. Andaki mush Uyg'ur millatining ichida bo'lib chet elda ko'z ko'ringan olim bir nechasini hisob qilmagan chog'da olimlar hammasi mishadi bor. Shuning uchun mayli bir necha kirmagan doktor yoki bir necha kirmagan odam mencha e'tiborga ilinmaydi. Chunki 80 odam bir yakililik. Dunyoda taxi Uyg'urning tashkilotlarining ichida 80 oliy maktab, en to'van saviyasi bir oliy maktab bitirgan saviyalik odamlar. Bundaq bir oliy bunda saviyalik bir o'rin kelgan bir tashkilot yo'q hozir. Shuning uchun buni dushmanlar nihoyatda e'tiborsizlashtirib kuchayotdi. Aniq ichimizga ba'zi nadonlarmi e'tiborsizlashtirib kuchayotdi. Bu qattiq millat qilgan jinoyat endi. Tamam? Shunga yesh cho'ng, ilmiy cho'ngga qaytish. Xo'sh. Andan keyin o'zininki jutudagi o'limalarni murojaat qilish. O'zining jutudagi o'limaliga. Xo'sh. Nima deganim, biz fatvomizni arabdan, uning bundan asaq mencha to'g'ri ulardan foydalansak bo'ldi. Chunki arablar deganning 22 davlat 338 milyon xalq. Bularning aqli to'g'ri son jihatdan nurg'un davlat bo'lganlikdan bizdan ma'arif jihatdan hatto diniy bilim jihatdan bizdan bak yuqori. Buni e'tirof qilamiz. Ammo Uyg'ur masalasini eng yaxshi bildigini Uyg'urning o'limalari, Uyg'urning mollari. Shuning uchun murojaat qilmoqda Uyg'ur mollalarga murojaat qilish. Andikin biz murojaat qilishga bo'lgan o'limalarningki nimasi kelsak, sufati kelsak, bu o'limalar millat ichida xalqlar tomonidan e'tirof qilingan, o'zining xizmat bilan tunilgan bo'lsa, mundaq bir amaliy ish qilib baqqan o'lima bo'lish kerak. Kesh nazariya so'zlaydigan emas. Chunki nazariya bilan amaliyotning osmon-zamin farqi bor. Xo'sh. Ya'ni o'zininki dindorligi, o'zining taqvoligi, xalq xizmat qilishi bilan tunilgan bo'lish kerak. Hechmish qilib qo'ymay bir yerda hech kim tunmaydigan birisi ismini palanib, yo'g'on ismdan dabdagi ismini qo'yib olib, ismini jismini o'qimay to'rda turib, haq fatvo beradigan mala, ruvaybida deb atildi. Tayini yo'qlar. Xo'sh. Tayini yo'qlar. Shuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadis bor. Sayati alan nasi sanawatun khadda'at dedi. Noyati yili mehri tushib ketgan bir yillar keladi. Rastçılar, yalğançılar rastçıl buludu. Yani yalğançılarni kishilar rastçılar deb ishonadigan, rastçılarni yalğançılar deb chiqiradigan, omonatni saqlaydigan odamlar xoin chiqirildigan, xoinlar noyat omonatlar saldigan mushunda bir yillar keladi. Va xalqning ishini tayin yo'q odamlar o'tirib qilib so'zlaydigan bo'lib qoldi deydi. Aslida bir şey var. Yani mushunda Sharq Turkiston Uyg'ur erkinligi degan 40 milyon xalqning ishini nada tayini yo'q, dadasini kimi, anasi kimi ufqolmaydigan,
Tabii 3-4 yıl burun kimligini belgiley olmaydigan insanlar çıkıp milletine beşiği çıkıp aldı. Dedi. Şunun için qanday qilish kerak? Tarixi bor. Azaldan islomning, Uyg'ur xalqining, musulmonlarning xizmatini qilib kelgan olimlar bo'lish kerak. Mana bu biz murojaat qiladigan olimlarning sifati bu. Tamam? Endi qo'shib qo'ydik uni. Qo'shib qo'ydik uni endi. Ikkinchisi bu shu fitnada fitna shu shundoq bir fitna bo'lib avjiga vaqtida shu fitnaninki o'ng ta'tirini qaysi to'g'ri, qaysi xato uqmoq bak tas. Xo'sh. Kimning haqli, kimning xato? Buni uqmoq tas. Bunda chaqda jim turib olish. Og'zimizga egilish. Sukutni tanlash. Bu bak muhim. Masalan, bizning ikki siyosiyalarning o'rtasida datalash chiqdi. Ani gibi nansaqmı rastak, mani gibi nansaqmı rastak. Yani qarsak işkilis rastaklam, iş arıplanmaydigan bir ahval buldu. Eğer muşunu arayamay qalsaq, ya ölümalarımızga çalsak, ölümalarımızmı bu işten tazı. Çünkü bazı pişni aşındaq bak, eğir pişni oldu ço. Şun Kur'an-ı Kerim'de mi? Ve in taifatani minel mu'minin iqtatala deydi. İki mu'min bir bira soqışıp qalğan çıqdı ço. Muşu Ali raziyallahu anhu bilan Muaviye raziyallahu anhu otursa pişni çıqqan vaqtida kişiler berib İbn Umar raziyallahu anhudan so'raydi ço. Qaysının to'g'ri, qaysının xato degan chaqda men uqmadim degan yeri bor. Ba'zida ashuna adam uqulmaydigan. Bunda ahvolda qanday qilamiz? Masalan, ahli ilmdan so'rsam, ahli ilmi taz bir qanoatlanlik javob bermabdi yoki ahli ilmimiz men uqmadim degan ekan chaqda. Bu chaqda qanday qilmaysan undan keyin jimni turib olamiz. A tarafga yanmasmaymiz, ma tarafga yanmasmaymiz. Hatto bu kirmaymiz, taraf tutmaymiz. Jimmida yani bulutlar ketib, havo echilg'ichilik, mushundaq jimmi turib olamiz. Tamam? Yana bir muhim ishlarning birisi, endi bu fitna fasad mandaqcha aytganda bizga nisbatan bir bala. Bu bir jazo. Hem bu fitna fasad nima dedik? Fitna fasadning arabcha ma'nosi, fitna degan arabcha gap, uyg'urcha ma'nosi imtihon dedik emasmi? Shuning uchun bu nima qanchalar shu tövbe istig'forni ko'p etish. Allah Subhanahu wa Qur'on-i Kerimda deydi: "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un." Buzuqchilik quruqlikda ve denizlarda umuluşup ketdi deydi. Fasad, buzuqchilik var deydi. Nima ish qilsa, kishilarning o'zining qilmish sabablik deydi. Hamda Allah Subhanahu wa Ta'ala şu qilmish sabablik o'zini qilgan jinoyatninki gunohining azroq yerini tetib qo'yish uchun ularni liyuziqa ba'dalazi amilu. Qilmishni azroq yerini tetib qo'yish uchun ba'zi shunday jazolarni berdi deydi. Nima ish qilsa, la'allahum yarji'un deydi. Ular tövbe qilib Allohga qaytish uchun deb. Bu fitna fasadning ishimizda jiq bo'lishi, avjilishi amaliyotda bizdan bir gunohning sodir bo'layotganligining bishorati. Shuning uchun qana qilishimiz kerak? Istig'for, tövbeni ko'p o'qishimiz kerak. Va shuning bilan birga mushu fitna fasad ko'paygan vaqtida duoni bakchin o'zimizga duo qilish. Ey Alloh, fitna fasadni yo'q qilib bergin, ey Alloh deb mush davomli duoga bak ahamiyat berish. En ahirista mush fitna fasad qancha bo'lsa ibodatga shundoq berilir. Chunki payg'ambar alayhisalom al-ibadatu fil harj ka hijra ilayya. Mushu fitna fasad zamonida, fitna taz o'ja vaqtida ibodatga berilganlar xuddi menga hijrat qilgan bilan o'xshash. Hijratning ajri berildi deb. Shuning uchun mush fitna fasad vaqtida duo, Allohga ibodat qilish, mush ishlarga berilish. Mushu yani bizningki mush fitna fasadga qarta anadan keyin mush fitna fasadga qarshi turish uchun mushu din mush fitna fasadga qanday qarshi turdi va bu dinimiz fitna fasadga bizni qanday qarshi turishni o'rgatgan. Mushu fitna fasadga qarshi turishga aloqador diniy hukm va tushunchalarni bilish. Shuni darhol shu to'g'riliq darslarni anglash, shu to'g'riliq kitob o'qish, bu mushu bizningki fitna fasad qarshisi bizning majburiyatimiz.
Endi mishadayım birisi şu pishni pasat zamanida endi üç sahaba aralashib qoldi emasmi pishni pasatqa. Men oxirgi gap bilan tugatay. Masalan, sahaba turib buningga aralashib qoldi. Demak, bu pishni pasatqa yaxshi odamni aralashib qoldi. Buning qanday qilamiz degan chaqda apocham bo'lamiz. Oxirgi bir qoidani o'tay. Masalan, bu pishni pasatni asli qilgan odamlar munofiqlar. Lekin qalab turib yaxshi odamlar buning aralashib qoladi. Sahabalar aralashib qoldi. Badr urushi qatnashib, Alloh gunohni kechirib etdim, jannat kirishing kapolatga ega degan odamlar pishni pasatga aralashib qoldi. U kimdi? Mistah radhiyallohu anhu. Şundan Abu Bakr radhiyallohu anhu mening bundan keyin buni men tuqqanjaqni yetkazmayman debdi, osmondan oyat tushib kechirib etdi. Ala tuhibbuna ay yaghfirallohu lakum. Kechiringlar uni. Siz Allohning o'zingni kechirishini arzu qilmamsizlar deb Alloh kechirim qilishga buyurdi. Shuning uchun mush pishni pasat jarayonida mushtaq yaxshi kishilar mush pishni pasatga aralashib qolsa, shu pishni pasatning ziyni uchungan ziyonkor qarindoshlarimiz yaxshi odamlarni kechirib o'tish. Onun adavet qilmaslik. Mening bu pishni pasat darsidagi oxirgi deydigan gapim shu. Bo'ldi, ko'pdan rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib tunugun va bugun bo'lib Rasululloh va fitna, bu fitnadan iborat, ya'ni cho'ng hukmi doirasi kengri bo'lgan bu mazmunni yoritib berishga tirishdik inshaalloh. Güzel bir şekilde yoritib berildi deb qarayman. Rabbim inshaalloh bu meyli hayatımızın qaysi bosqichida bo'lsin va qaysi xildagi fitna pasatlar olib qolsin, bulardan Rabbim o'z panohida saqlasin. Amin. En güzel bir şekilde yaxshilikni teruvchi, ko'paytuvchi insonlardan qilsin Rabbim. Amin. Amin. Rabbim ömür bersa, atiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah topşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel Kevneyn ya Alemel Huda Hâzel muteyyem fi himâke nezilu Lev sadefetni min ladunke inayetun لأزور طيبة والنخيل جميل